Rahmat. Shu o'rinda bitta savol bermoqchiman sizlarga. Turmush qurganlaringga necha yil bo'ldi sir bo'lmasa? Turmush qurganimizga ro'pararosa 78-yilida qancha bo'pti? 78 bo'lsa qancha bo'ladi? Qancha bo'pti? Shuni hisoblab qo'yingchi. 8 yil, salkam 50 yil birga yashayapmiz. 48 yil. Bu oz muddat emas. Bunaqa baxtli yashashning siri nimada? Bir tavsiya qilinglarchi, motivatsiya beringlarchi. Mana yangi turmush qurayotganlar bor. Bunaqa baxtli yashashning siri nima? Albatta, bundan ortiq baxt bo'ladimi? Xudoga shukr bitamiz. Men o'qituvchi edim. Tog'ay shofir bo'lgan. Endi rosa davlat ishlarini qildik. Shuncha bola Yangiobodda mana shu turganlardan mahalla, qishloq, qayon va desa, hammasi ko'z ochiladi. O'qitdim, ishladim, bilmadim. Endi meni o'qituvchiligim bitta ish bergan bo'lsa kerak. Shu baxtli yashashga sababga ko'p narsalarda oyog'imni tagiga bosdim. Haligi bitta domlamiz aytardi, qo'lingni mahkam cho'ntakka bosib tursang o'tib ketadi deb. Shunaqa qo'lladik, quvvatladik, urushdik ham, talashdik ham, lekin baribir bir-birimizni kechirib yashadik. Shunaqa. Tog'amiz ham gapirsinchi, tog'a. Ha endi bu o'qituvchidan bu yoqda gapirib bo'ldi, menga qolmadi. Mayli, tan joninglar sog' bo'lsin, baxtlilarga ko'z tegmasin. Ilohimiz ham sizlarning yoshlarga yetib yuringlar. Juda ham bir chiroyli duolar bo'ldi. Endi esa davramizga sizlarni chorlab qolamiz. Sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Davrani ochib bersanglar, ana undan davramizni sho'x qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Mana sevinchli yoshim to'yimni to'rida otam o'ynasin, otamni yonida onam o'ynasin. Ne orzu umidlar bizlarni boqqan, toza suv ichilgan, halol non topgan, shundan shod ko'rmoqqa yuragim oqqan. To'yimni to'rida otam o'ynasin, otamni yonida onam o'ynasin. To'yimni to'rida otam o'ynasin, otamni yonida onam o'ynasin. Bu kunlarga yetgan, yetmaganlar bor. Bir umr armoni bitmaganlar bor. Bu so'zlarni aytgan, aytmaganlar bor. To'yimni to'rida otam o'ynasin, otamni yonida onam o'ynasin. Xudoyim ikkisini hayro qo'ymasin, qo'shab qarisin, o'ynab qo'ymasin. Bugun o'ynamasa qachon o'ynasin? To'yimni to'rida otam o'ynasin, otamni yonida onam o'ynasin. To'yimni to'rida otam o'ynasin, otamni yonida onam o'ynasin. Mirzo baxtiyorlik hayot, duo olgan farzand ilhom rozdir. Mirzo baxtiyorlik rozdir, duo olgan farzand ilhom rozdir. Otam o'ynasin, onam otam o'ynasin. Dunyoni boyligini yig'ib do'stim, go'rimga olib ketamanmi do'stim? Uy qursamda tillolarda, yashasamda yallolarda, onam rozimikan mendan, otam rozimikan mendan do'stim. Assalomu alaykum.
chetga to'plangan qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar, mana bugun opam Gulchehra opam Adham akamnikiga tug'ilgan kunlariga to'planibmiz. Shuni uyushtirgan Dilshoda, seni ham sog' yurgin, bolalaringni rohatini xo'jayining bilan birga rohatda ko'rib yurgin. Sizlarni rohatlaringni opamlar birga ko'rsin ilohim. Men uchun ham, sen uchun ham opam yuzga kirsin. Ilohim bosh bo'lib yurishaversin, sog' yursin. Rahmat. Gülüşe olsınızın Yolum kitemem dedi ayrılıp kıyıdınsın Yolum kitemem dedi ayrılıp kıyıdınsın Ketganlarni ko'rdim ketgani armondalar Shin muhabbat yengadir bil barchasin bardosh sayrang